Assalomu alaykum. Hyundai Avante MD avtomobilimiz. 2012-yil 145 ming kilometr yurgan. Benzin 1.6 объемli avtomobil. Mashinamiz balonlari yaxshi holatda. Narxi 3 million 300 ming won. Avante qidirib yurgan akalarimiz uchun. Narxi 3 million 300. 2012-yil 145 ming yurgan. Benzin. Salon holatlari. Hop, koja emas ekan, signallarimiz latali ekan. Oho, eshiklari ancha g'ijjirab. Buni yo'qotib yuborsa bo'ladi ovozda. Hop, signalasi rushnoy, latali, materialli. Ikki rejimlari bor. Mashinamizga kalit tushadi. Monitor yo'q ekan, signallari faqat isitadi. Oldi. Hop, black box bor ekan. Hypesi ham yo'q ekan. Bunga Hypes hamda monitor o'rnatsa bir 70-80 mingga tushadi. Xo'sh, signallari koja emas, qishda chaqmaydi. Yaxshi holatda. Baloni ham. Narxiga yarasha mashina ekan. 3 million 300 ming kelib test drive qilib ko'rasizlar.